Qursang, mana shunaqa 9 ta qur. 2 ta qurma, bitta qurma. Chunki ko'pda baraka ko'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Moon House obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan kottejlarimizning manzilida bunaqa kottejlar kamdan kam quriladi bu rayonda. Bunaqa kottejlar manzilimiz Yashnobod tumani Yangiobodda joylashgan. Yangiobod to'yxonasi yetmasdan mana shu 9 ta yonma-yon qurilgan под ключ kirasiz, yashaysiz mana shu kottejlarimiz mana sotuvga chiqdi. Bu yerda sentralniy kanalizatsiya bor, mana gaz, svet, suv, Wi-Fi hamma narsa mavjud. Bitta hammasi 4 xona plus hol, bittasi mana bunisi 5 xona 2 sutik, narxi 125 ming. Bunisi 4 xona 2 sutik, narxi 115 ming. Mana bu yoqqa kelamiz, qaranglar. Bulari 1.8 sutik 4 xona narxi 115 mingdan. Bu yoqda 1.6 sutik 4 xona narxi 105 ming. Yonidagisi 110 ming, bu yoq betdagisi, chekkadagisi 115 ming. Chunki bu 2 sutik kattaroq. To'g'ridagisi eng qimmati, chunki sutigi katta. 2,5 sutik, 2,5 sutik 4 xona plus hol narxi 135 ming. Hammasini mana shu profilimizda videosi bor. Voy yo'qsin o'g'limga, qizimga, menga nasib qilsin deganlar bitta videoga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib, hamda mana shu videoni yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Mana hammasi bilan tanishib oldik. Kelinglar, mana shu 1.8 sutik 4 xonaligi bilan tanishamiz. Bunimizning narxi 115 ming. Под ключ holatida mana kirganinglarda qaranglar, fasadi juda ham chiroyli qilingan, ichki fasadi ham tepalari leksamlar qilingan. Hech qanaqa ovoragarchilik yo'q, kirib yashaysizlar bo'ldi, qaranglar. Bitta mashina qo'yib, mana bitta tapcham qo'ysanglar bo'ladi. Mana palmalar ekilgan zeleniy zonasi ham mavjud. Tashqarida bitta hojatxona, rakvina qilingan. Podvalga mana bu yoqdan tushamiz. Mana podval tepasi ham mana leksam qilingan. Podvaldan ham unumli foydalansanglar bo'ladi. Podvalga duh-konturli kotel o'rnatilgan. Ana endi ichkaridan tanishamiz. Mana ko'rib turganinglardek yorqin rangli tanlangan. Bu yerda mana mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxonamiz lyustrasi juda ham chiroyli. Bu yerdan qaranglar, tepasini, pastini podsetkalar qilib qo'yilgan hozirgi zamonaviy uslubda. Uni ro'parasida oshxonamiz joylashgan. Mana oshxonamiz mebel texnikalariga ega. Lyustrasini qaranglar. Oxirgi trenddagi lyustralardan. Mana gaz plitalari qilingan, duxovkalari, vichkalari, mana xolodilniklar ham qo'yib qo'yilgan. Mana bu yoqda mana hol keladi. Mana holda qaranglar, bu yoqqa mana uglovoy mягкий divan qo'yib, mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Mana televizorlar qo'yib, oilaviy kun davomida o'tiradigan kattagina hol qilingan. Holda ham mana shunaqa zamonaviy lyustra ilingan. Bu yoqda mana kattalar yotoqxonasi joylashgan. Oynasi orqa hovlichaga qaragan. Ichida o'zini yuvinish xonachasiga ega. Hattoki mana forchkasi orqa hovliga qaragan. Mana bu yoqda o'rtada bolalar yotoqxonasi, детский spalnya joylashgan. Undan orqa hovlichaga chiqsanglar bo'ladi. Mana hamma kottejlarimizda mana shunaqa orqa hovlichasi bor, havo aylanib turadi. Mana hattoki bu yoqda mana cherdak bor. Mana cherdak o'sha narsalarni cherdaklarga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu yoqda bitta umumiy sanuzel. Mana vanna, unitaz hamda bu yoqda mana kir moshinaga sharoitli tashalgan. Shkof umumiy qo'yilgan. Bu umumiy sanuzel. Hisobda 4 ta sanuzel bor. Bittasi yuvinish xonasi, bittasi umumiy, bittasi ko'chada, bittasi mana qo'shimcha yana bitta hojatxona qilingan. Mana qaranglar. Mana tahorat mustahabligi ham sharoitli qilingan. Bittasi mana umumiy. Yana bu yoqda bitta kattagina yotoqxonamiz bor. Lyustrasi juda ham chiroyli. Oynasi mana orqa hovlichaga chiqadi. Mana quyosh tushib turibdi. Har bitta xonalarimizda havo aylanib turadi. Xudo xolasa hamma kottejlarimizni videosi kanalimizda qo'yib boriladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, hamda fikr mulohazalarni kommentariyaga qoldiringlar, hamda qiziqqanlar tezroq qo'ng'iroq qilinglar, chunki bu uylarimizda xaridorlari ko'p. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.